Aeroport Domodedovo 13-dekabr bugun registratsiya holatlarini va reyslar uchayaptimi yo'qmi shu haqida sizlarga to'liq informatsiya beramiz. Juda ham ko'p inson hayot Domodedovodan video qiling ekan, nima bo'lyapti, biz bilet olganmiz degan akalarim. Bugun sizlarga svejiy video bo'ladi. Shuning uchun yurachani bosib yaqinga jo'natib qo'yinglar. Achalarni o'rnatib qo'yishdi. Kun sovuq. Eng qizig'i akalar -6, как будто 30 bo'lgandek his qilyapman. Juda sovuq. Shuning uchun isroq kiyinib yuringlar. Biz sekin-asta aeroportga kiramiz. Ko'p bilganlarda bugungi chislo, soat, reyslar inshaalloh hammasi joyida desam bo'laveradi. Xo'p, bizga tegishlilarni bir qator ko'rsatyapti. Toshkent registratsiya dushanba registratsiya bo'lyapti. Tak. Bu yerda bizga kim yana Samarqand, bitta Samarqand Zaddeshga 21 qira olibdi. Mana hammasi joyida inshaalloh ko'p bilganlari. Aeroport Domodedovodamiz. Nasib bo'lsa bir qator registratsiya holatlarini ko'rsatib o'taman.